Qizlarjonlar, bilamizki, har bitta ayol va qiz chiroyli bo'lib yurishni, yuzlari oppoqqina, blesk berib yurishni yaxshi ko'radi. Men ham xuddi shunday va shuni hisobidan men vaqt ajratib doktor Maftunaga bordim, ya'ni kosmetologiyaga yuzimni chistka qilish uchun. Chistkalarni ko'rsangiz 12 ta etapdan iborat ekan, dahshat. Yuzlarim shunday mazza qildi, bu xochalarni olib, aynan menga kerakli edi. Shuning uchun chistka 12 ta etapligini 200 ming so'm skidkada oldim. Biorevitalizatsiya esa 400 ming so'mdan boshlanadi. Kollagen terapiya esa, ya'ni kollagen bilasizlar, yuzga lifting beradi. Bu $50 skidkada sizlar uchun. Plazma terapiya esa, ya'ni bilasizlar, bizning qonimizning zardobi bilan qilinadi. Bu 250 ming so'm sizlar uchun. Gel dilagub xohlaydiganlarga 500 ming so'mdan to $100 gacha. Qizlarjonlar, bunaqa chekirman topolmaysizlar. Botox esa $80 dan to $120 gacha. Gipergidroz esa $80 dan $100 gacha, ya'ni terlash hozir ko'pchilikka terlash bo'ladi, o'sha terlashlarga qarshi bu. Mezadila voloskini soch to'kilayotgan bo'lsa agar 300 ming so'm chegirma narxida. 12 etapli chistkadan keyingi yuzimning effektini qaranglar, dahshat. Qizlar, sizlar ham yozdirib olinglar Maftunichkaga. Mana nomdan yozsalaringiz sizlarga ana shu aytgan skidka narximda qilib beradilar.